Palatalarimiz ko'pchilik so'rashadi. Funksiya, переносdan keyin yotadigan joylar bormi? Пойдемте покажу. Bu bizi palatalarimiz. Bu palata patsientlarimiz funksiya va переносdan keyin qancha kerak bo'lsa shuncha vaqt faqat o'zlariga kelguncha, o'zlarini yaxshi his qilguncha shu palatada bo'lishadi va keyin 2-3 soatdan keyin uylariga javob beramiz. Va bu yerda palata intensivniy terapiya, ya'ni 1 sutka davomida shu yerda dejurniy doktor va boshqa specialistlarimiz tomonidan patsientlarimiz kruglosutка naблюдениеda bo'lishadi va keyingi sutkasiga обычный palataga pastga olinadi. Yuring, palatalarni ham ko'rsatib o'taman. Bu yerdagi palatalar bizni statsionarniy больнойlarimiz uchun. Ketdik, ko'ramiz. Bu palatalarda patsientlarimiz 2-3 kun davomida naблюдениямizda bo'lishadigan patsientlar uchun. Bu yerda biz katta hiperblokimiz, katta operatsion zalimiz, точнее bu yerda katta объемdagi operatsiyalarimiz o'tkaziladi.